voy dod buni videoni qarang. Rosta kelsin hype bo'lish uchun va rosta kelsin voqea keltirish uchun bosib yuboradigan apparat. Вообще ishkaladi narxga bosib yuborsangiz bo'ladi. Art tuning tomonidan mana shunaqa tuninglar qilingan ekan. Art ham shu Brabusga yaqin turadigan o'sha nemis tuning atelyesi hisoblanadi. Buni videoni qarang, gap yo'q. 156 ming probey 2008-yil o'sha paytda juda qimmatga olib kelingan apparat ekan. Qarang rangini oq va qora kombinatsiya 2008-yil va texnический o'zi stok holatda 5.5 motor 540 ot kuchi ekan. Probegi 156 ming holati zo'r bo'lib turibdi. Vosh yumshoq. Sizlarga srochniga mana shu gelikka G55 61 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 61 mingga ishoning, ko'chada oqayib yursangiz, uncha-munchasini qaratadigan apparat. O'zingiz ham maza qilib